Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim, singillerim. Çin ihlas kengiri bile tebrikliyimiz sizni. Mübarek Kadir kechasi bilan. İslam alimlari fikrincha Peygamberimizning so'zine tayanıp 8-9 mayga kechasi din hukmlari bo'yicha 27 kecha bizning alimlar aytdilar, bu kecha büyük zor ihtimal Kadir kechasi bo'lacak inşallah. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgan edi. Kim bu kechani hayırlı ravishda qiyam qilsa, ya'ni ibodat qilsa, namoz o'qisa, afv etishni so'rasa inşallah, Alloh taolo uning alik bo'lgan gunohlarini g'afur etadi. Qur'on kitobida aytilgan 1000 oydan hayırlara ibodat bu kechada. Ya'ni 1000 oy o 83 yıldan da artıqroq İslam alimlari fikrincha. Shunga ko'ra agarda biz to'g'ri kelsa ibodat biri bu hayırlı kechaga bizga yozilur 83 yılının ibadeti. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, Peygamberimizin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hikmetlerine dayanıp, bu kişinin hayırlı ravishda o'taymiz inşallah. Afu etilikni so'raymiz. Peygamberimiz aytganda yoshroq aytirga kerak. Allohumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sen afu etuvchilarni yaratasan. Meni de afu et. Meni de afu et. Sen afu etuvchi, afu etuvchilikni yaratasan. Meni de afu et degan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kechada duosi turunda. Hürmetli din kardeşlerim, Çin ihlas kengiri bilan sizni tabriklayman kelajak Qodir kechasi bilan.